Bugun sizlar bilan yumshoqqina bulochka qilamiz. Bitta xamirdan 2 xil bulochka zo'ra. Shukushonkani ham tvorogligini ham mazasi juda zo'r. Demak, boshladik. Sut idishga solamiz. Shakar, roza, vanilin solamiz. Eritilgan margarin solamiz. Chaqilgan tuxum solamiz. Nimani qancha solganimni hamon tarada qoldirdim. Uni elab solamiz. 2 qoshiq yog' solib, xamir qilib qo'lga yopishmagan chiroyli xamir bo'ladi. Ustini yopib, xamirni tindirgani qo'yamiz. Bitta layfhak, xamirni mikronovkaga qo'yib, yoniga issiq suv qo'yib qo'yamiz. Shunda xamir tezroq oshadi. 1 soatda o'tdi, xamirimiz baland bo'lib chiqdi. Endi xamirni bo'laklaga bo'lamiz. O'zingizlar xohlaganingizcha katta-kichikni qilsanglar bo'ladi. Yana 20 minut tindirgunicha qoldiramiz. Endi nachinkalarni qilamiz. Tvorog ustiga 2 qoshiq smetana solamiz. Azincha vanilin, shakari xohlagancha solsanglar bo'ladi. Bitta tuxum chaqib yuboramiz ustiga. Aralashtiramiz, nachinka tayyor. Tvorogligini oxirida pishiramiz, chunki oshish kerak. Shunaqa ochib shukushonkani qo'yamiz. Ustini yopib, chetini bosib chiqamiz. Videoda ko'rsatgan qilib, chetini kesamiz. Keyin o'rab chiqamiz. Shunaqa chiroyli bulochkalar tayyor bo'ladi. 180 gradusga duxovkaga qo'yamiz. 20 minutda pishadi. Endi tvorogli bulochkani boshlaymiz. O'rtasidan stakan bali bosib chiqamiz. Keyin tuxum solib, nachinka solamiz. Buni ham duxovkada pishirib olamiz. Mana bizning mazali bulochkalarimiz tayyor. Hidlarini yetmaysizmi? Hammaga yoqimli ishtaha. Bismillahirrohmanirrohim. Like